Assalamu alaykum hörmətli savoqdaşlar. Tayyiba dərsxanamızğa xoş gəldinizlər. Biz bugün usulul hadis dərsimizin ikinci dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə usulul hadisga əlaqədar bolğan muhim məzmunlar və ta'rifatlar bilan tanışıb çıxaydıq. Əmdə biz bugünkü dərsimizdə usulul hadis kitabımız, yəni Manzumatul Bayquniyyənin tunji dərsini oxuyumuz. Onda olsa biz dersimizni başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Əmdə biz bu kitabның avtoru haqqında ilgirki dərsimizdə toxtulub bolduq. Bu kitabның avtoru bu kitabni Bismillahirrahmanirrahim bilan başladı. Əlbəttə şundaq başlaş kerak, çünki Bismillah bilan başlanmagan hər qandaq iş əbtər, yəni ayğı çıxmaydı. Həm bu Qur'an-ı Kerimə iqtida qılğanlıq, Qur'an-ı Kerim Bismillah bilan başlanğan. Şundaqla hər bir sürüsü Bismillah bilan başlanğan. Demək bu Bismillah bilan başlaş Qur'an-ı Kerimə iqtida qılğanlıq, Peyğəmbər əleyhissalamın sözüge iqtida qılğanlıq, Peyğəmbərimizin iş hərəkətiga iqtida qılğanlıq. Çünki Peyğəmbər əleyhissalam bir yerə xət yazmaqçı olsa, Bismillah bilan qana qıldı, başlaydı. Köpünç qarindaşlar mənim şu dəvətdə siz beşdə Bismillah deməydi ekansiz deydi. Mən deymə. Beşdə Bismillah deymə. Əuzubillahi mineşşeytanirracim deymə. Amma o yəni İlevit deme, lakin deyme. Nazım mı? Yani nezmini tüzgücü İmam Bismillahirrahmanirrahim dep boğandın kin Ebde'u bilhamdi musalliyen ala Muhammedin hayri nebiyyin ursila. Ebde'u bada degen pilin çıkan fi'al mudari mutekellim. Yani birinci şahs şunda o. Başlayman bilhamdi hamdülen musalliyen durut etqan, dua qılğan halətdə ala Muhammed Peyğəmbərimizə Muhammed əleyhissalamğa xeyri nebiyyin Peyğəmbərinin ən yaxşısı o Muhammed ursila el çıxıb əvətilgən. Qaranlar bu nezmi degəndə nurgulluğun mənalarını sığdırıb ötüdü. Şunu qızıb çıxalsaq. Məsələn, əbdəu bilhamdi. Həmdülən başladı. Şunda o, Bismillah deyib boğandığın kin məzmununu həmdülən başladı. Çünki həmdülən başlaş. Bu Qur'an-ı xiqtağallah. Qur'anın bilən başlanğan. Elhamdülillahi Rabbil alemin bilən başlanğan. Şundaqla Peyğəmbər əleyhissalam İmam Əhmədnin ki naql qılğan hadisi də həmdülən başlanmağan hər qandaq iş əbtər deyilik. Xuddi Bismillah ilə başlanmağa oxşaş. Bu həm Peyğəmbər əleyhissalam qana qılğanlıq əgəşkəllik. Həm də həmd degan nima desa, mədhiyə oquş degan gap. Yəni kimga? Allohga. Deyək, həmd bilan başlayma dedi, amma Allohga həmd bilan demedi. Nima uchun bu yerga Allohni keltirmedi? Chunki ma'ruf. Hammamiz bilamiz shunda o, shuning uchun keltirmedi. Endi mədhiyə degan nima degan gap? Desa, ko'p hollarda shu hamdoni Uyg'urchada xato tarjima qilinadi. Ya'ni maqtash deb. Hamdu degan gap maqtash degan gap emas. Hamdu madhiya degan gap. Madhiya bilan maqtashning cho'q farqi bor. Maqtashni arab tilida madhi deydi. Hamdu degan madhiya degan gap. Madhiya deganimiz birisini yaxshi ko'rib va cho'ng bilib, ulug'lab qilsak, buni bo'ladi madhiya bo'ladi. Ya'ni madhiyada uni cho'ng bilish va ta'zim bor, ya'ni ulug'lash va ve muhabbet var. Ama medhidi ço rahb, korkuş var. Korkuş var. Onun dinimi yok, muhabbet yok. Şuna Allah Teala'ga biz Allah'tan maqtamayımız, hem deytimiz. Çünkü güzel maqtaşlarımız, güzel medhiyeler. Abda'u bil hamdi, hamdülen başlayman, musalliyen ala Muhammed. Muhammed'e dua kılgan halette. Hem de şu Es-salatu alen-nebi. İnnallaha ve malaiketehu yusalluna alen-nebi. Allah onun pərəşdiləri qanda qılıdı? Peyğəmbər Əsəmğa salat yollaydı deydi. Əmdə salat degan nə degan gap? Salat İbn Abbas radiyallahu anha tərcümə qılğandək, şərhiyə degan oxşaş 3 xil urunda 3 xil məna bilan keladi. Yəni salat Adəm tərəfindən deyilgan bolsa, məsələn biz Peyğəmbər əleyhissalamğa salat yolladıq degan bolsaq, bu vaxtda bunun mənası dua mənasında keladi. Dua mənasında. Allah Teala tərəfindən deyilgan bolsa, xuddi innallaha
ve melaiketehu yusallun. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam qana qılıdı? Dua qıldımı? Yo'q. Rahmet yağdı degan ma'noda. Endi Muhammed Peygamber Aleyhisselam'ın ismi, Peygamber Aleyhisselam'ın iki xil ismi şunda, birisi Muhammed, yani birisi Ahmet. Ahmet ismi tafsil şekilde, Muhammed ismi mef'ul şekilde. Yani medihilengen degan ma'noda hayri nebiyyin. Hayri Muhammed'in nimasi süpti, shundaqla muzab, nebiyyin muzafun ilay. Hayri muzab bo'lganligi uchun tanvin tushib ketdi. Bo'lmasa Muhammadin tanvini o'qilganligi uchun hayrimicho tanvini o'qilishi kerak. Qo'sh zira o'qilishi kerak. Ammo muzabqa tanvin kirmaydi degan qoida bo'yicha qanday qilmadi? Qo'sh o'qilmaydi deymiz. Endi nebiyyin payg'ambarning eng yaxshisi. Nebiyyin ursila dedi. El chiqib avatilgan. Qaranglar, bu yerda ikki xil ma'no chiqaryapti. Birisi Nebi, yani birisi Resul. Aslida hayru rasulin ursila degan bo'lsa, Nebini o'z ichiga oldi. Ammo shu ma'nosi Resul o'z ichiga olgan ma'noni ifodalaydi, ammo ayrimcha ifodalamaydi. Nebiyun ursila dedi, bu yerda ham Nebi, Resul ikkilisi ifodalandi. Ya'ni el chiqib avatilgan payg'ambarningki yaxshisi. Muhammadga duo qilgan, Allohga hamd aytgan holda qana qilaman? Boshlayman. Allah'a hamd etiş bilen başlayman. Endi bu yerdagi nebi degan nima o? Payg'ambar. Payg'ambarning vazifasi o'zini va oilasini Allohning yo'liga yetaklash. Rasulning o'zi, oilasi va butun kishilarni islomga chaqirish. Nurg'ulg'an payg'ambarlar o'tgan, nurg'ulg'an rasullar o'tgan. Ammo rasul har qanday rasul, ya'ni har qanday elchi payg'ambar, nabiy bo'la oladi, ammo har qanday nabiy elchi bo'lamaydi. Chunki nabiy degan nimatda o'zidan kupaylanadi. Rasulchu boshqa kishilarni qanday qildi? Islomga chaqirdi. Demak, rasul nabiyni o'z ichiga oladi. Wa zi min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda. Wa zi bu yerdagi zi nimatda ism ishorat. Zini biz ism ishorat deb o'qiymiz. Shunaqo grammatik kitobda. Min aqsamil hadis, hadisning qismlaridan idda bir qancha. Yani bu menzuma, bu beyt bir qancha hadisning qismlari din tuzilgan. Yani hadisning bir qancha qismlarini o'z ichiga olgan holda qanday qilingan? Tuzilgan. Va kullu wahidin ata wa hadda. O qismlarning har birisi keldi. Yani bu kitobda qanday qildi? So'zlandi va hadda va uning ta'rifi. Hadd degan nima? Ta'rifi degan tunishtirilishi ata keldi deydi. Nima uchun keldi demaydi? So'zimizda shunday-ku, ata deb mozi shaklda keldi. Chunki bir ishning chuqum, jazmiyat, kuchaytirishni ifodalash uchun kelgusi yuz beradigan ish bo'lsa-mu, mozi bilan ifodalanadi. Masalan, ata amrullohi fala tastajilu. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat chuqum keldi deymiz. Shu ma'nomi keldi emas, har biri o hadisning qismlaridan keldi va uning ta'rifimicha keldi deymiz. Bu texmo nimani ifodalash uchun jazmiyatni ifodalash uchun deymiz. Unda olsa birinchi qismidan boshladi. Ya'ni hadisninki ichidagi eng sharaflik ishonchligidan boshladi. Avvaluha as-sahihu va huwa mattasal. Hadisning qismlarining birinchisi as-sahih. Sahih hadis. Sahih degan nima? Bu sihhatdan chiqqan, fa'il o'lchamiga chiqqan ismi tafdil, ya'ni eng ishonchlik, eng sog'lom hadis. Birinchisi. Endi bu sahih hadis degan nima? Va huwa mattasala. U tutash kelgini. Üzülüp ketmey, tutash kelgini gap, ya'ni payg'ambar alayhisolamdan shu Imom Buxoriy, Imom Muslim shu hadisni tahrij qilgan, kitob qilib yozgan olimlargachilik oraliqda naql qilgan kishilarda qanaq kelmagini üzülüp ketmey kelgini. Yani Peygamberimizden bir sahabe anladı. Sahabeden bir tabiin anladı. Tabiinden tabiin anladı. Ondan keyinki bir adam anladı. Ondan keyin İmam Müslim anladı. Demek her birisi anlayan adam iniq. Hem o adamlar tunuşluq, meşhur kişiler. Bu hadisni anlayan kişilerini kalanlarda normal adatdagi adamlar, adatdagi musulmonlar deb tushunmanglar. Peygamber aleyhisselamdan hadis o'rganganlar faqat shu ilm bilan shug'ullangan meşhur kişiler. Mesela Ebu Hureyre'ye o'xshash, İbn Abbas'a o'xshash, Ayşe anamizga o'xshash. Ulardan ilm o'rganganlarmi tabiinlar ichidan meşhur kişiler,
Said ibn Musayyabga o'xshash. Ularning ilm o'rganganlarmi shu ilm bilan mashg'ul bo'lgan mashhur kishilar. Demak, hadisni naql qilgan kishilar bir musulmon bo'lgan odatdagi odamlar emas, shu hadis bilan, shu diniy ilm bilan mashg'ul bo'lgan tunishliq kishilar. Anda tunimaydigan bir odam kelib qolsa, üzülüp ketmedi-go degil olmaydı. Onu biz tövende sözleyimiz. Birincisi şertini mekan sahininki ve huve o sahih hadisiniz mettasal. Tutaş kelgini peygamberimizden tatip ta ki hadis yazılğaçılık arlıqdaki kişilerinin hiç qaysı qandaq ketmegen, düşüp ketmegen. Mettasala isnadu, yani onun senedi tutaş kelgen. Ve lem yushad ve şaz bolmagan. Şaz degen nima desanlar? Bir hadisni bir adam naql qildi. Bu iş bir işini buludu. Yoki palani işini Rasululloh qilinglar dedi. Shuningga o'xshash yana bir hadisni yana bir odam naql qildi. Bu sanatni tekshirgandan keyin shu sanatning ichidagi bir odam, mayli tabiin bo'lsin, mayli tabiin bo'lsin, shu bir odam yana bir hadisning isnodidagi odam qaraganda ishonchlik darajasi sal tuvan ekan. Demak, ishonch jihatda texim kuchliroq bir odam qana qildi, naql qilgan hadis qarshi kelib qoldi. Demak, qarshi kelgan hadis nima bo'ladi? Shaz bo'ladi. Bu shu odamning siqada tuvan bo'lishilami bo'ladi, shundaqla son jihatda azob qolsimi. Masalan, bir hadisni bir sahoba payg'ambarimizdan naql qildi. Uning qarshi bir hadisni payg'ambarimizning ikki sahoba naql qilgan bo'lsa, bumi bir sahoba naql qilgan hadis shaz bo'ladi. Ya'ni u hadisni bilinmaydi, sahih bo'lanmaydi. Demak, sahih bo'lishning sharti shundaq chin. Üçüncü şərti av yu'al, yani lem muşunqa yani etbi. Şaz olmağan ve illet mi bolmağan. Ama illet degen nima etsanlar? Bu her xil buludu. Bu illet birinciden yuşurun buludu. Yani adetlik adamda pəxtənməydi. Onun qarmaqa bir hadis qarşı gəlməydi. Hadislə şoğullanğan kişilər fərqləndiriləydi. Qanday fərqləndirildi desanlar? Məsələn, bir tabiindən birisi hadis naql qildi. Endi ilgiri mushuni hadis naql qilgan kishilarning tarixlari bir yozib kitob to'planmoq. Hadis naql qilgan kishilarningki tarjimali, ularningki ishonchlik ahvoli, yodlash qobiliyatini tatib hammasi o'zaro bilishidi. Ya'ni ustozi yani hadisni deb bersa, o'quvchi anglaydi-ku. Shu o'quvchiga ma o'quvchining aslish qobiliyati bak yaxshi, ham rostchil. Ma o'quvchininki aslish qobiliyati yaxshi, lekin ishonchlik darajasi tuvan. Deganga o'xshagan bu shundaq deb beradi. Buni hammasi shuna xotirlanib mangan. Endi illat masalasida masalan men bir o'quvchimga hadis deb berdim. Bu o'quvchim mendan faqat 10 hadis o'rgandi. Men ma o'quvchi mendan 10 hadis o'rgandi. Bu o'quvchi faqat 10 hadis rivoyat qilgan deb yozib qo'ygan bo'lsam, bu o'quvchi bir hadis rivoyat qildi. O rivoyat qilgan hadisi men yozib qo'ygan 10 hadisning ichida yo'q. Ya'ni tarixiy kitob tekshirganlar, muhaddislar tekshirib kelib, ma odamni ustozi bu faqat 10 hadis rivoyat qilgan deb yozibdi ekan. Ama bu odam meyda bir hadisni rivoyat qilibdi. Bir rivoyat qilgan hadisi 11-hadis. Ustozi degan hadisning ichida ma hadisi yo'q. Demak, meyda bir illat shakllandi deymiz. Ya'ni yushurun bir nima illat. Buni shunday tekshirgan vaqtda uqiladi. Bu yana ishonchlik jihatdami chiqadi. Masalan, bir ishonchlik odamdan birisi bir hadisni rivoyat qildi, bo'ladi deb. Yana ishonchlik odamdan birisi yana bir hadisni rivoyat qildi, bo'lmaydi deb. Demak, yana bir illat bor deymiz. Illat paydo bo'ldi deymiz. Bu hadisni bulanmaydı, sahih olanmaydı. Demek bu ishonchlik bir odamga, ishonchlik bir odamning hadisidan qarshi kelishilama bo'ladi, illat bo'ladi. Shundaqla men bayatni deb berganga o'xshash har xil bo'ladi buning shakllari. Bu endi biz hadis muallal deymiz, illatlik hadis deymiz. Uni keyin texnik tafsili so'zlaymiz. Yarvihi adlun rivoyat qiladi u sahih hadisni. Hem de birinci şart neydi? Muttasıl bulaş isnadı. İkinci şartı şaz olmaslık. Üçüncü şartı illet olmaslık. Dördüncü şartı yervihi adlun. O hadisini nakil kılgan kişinin buluşu gerek. Adli. Adil buluşu gerek. Adil buluşu denge Uygur tilideki adil okşamaydı ve usul hadisteki adli. Qanday adsanlar adlide xil süpette biliş gerek. Bu şart. Birincisi dinde durusluk. İkincisi örp adeti tüzüklük. Yani dinde durusluq degenden bo'lgan maqsad
hadisni naql qilgan kishilar ichidagi hamma odam dinda durust bo'lishi kerak degan gap, u odam cho'ng gunoh qilmagan, ya'ni yolg'on aytmagan, aroq ichmagan, cho'ng gunoh qilmagan, shundaqla kichik gunohni davom qilmagan bo'lishi kerak. Bir qatim kichik gunoh qilgan bo'lsa, mayli. Ammo kichik gunohni davom kichik gunohni qilgan bo'lsa-mu, yana u odamdan qanday qilinmaydi? Hadis ilinmaydi. Bu birisi. Ikkinchisi, urf odatda tuzuk bo'lishi kerak. Urf odatda tuzuk degan nima desa, kishilar gunoh bo'lsa-mu, yomon ko'radigan ishni qilmaydigan odam bo'lishi kerak. Masalan, mening hozir qulamga tomoqni elib, taxsiga tomoqni elib, yo'lga chiqib yeb mengishim bu shariatda xato emas, ammo urf odatda ayib sanaydigan bir ish. Yoki men hozir chechimning miyani sariq, miyani qizil, miyani yeshil bo'yasam, bu shariatda bir cheklangan ish emas. Yoki chechimning ustiga bunday xat yozib olsam, boshqa bir millatni yoki dinni do'rmagan asosda men o'zim bir nusxa chiqarib oldim deyli, bu mening o'zimga yarashmaydigan bir ish. Bunda mansam, menda muroat yo'qolgan bo'ladi. Ya'ni muroat degan nima desa, adlininki bir sharti. Adlining bir sharti. Muroat degani shu urf odatga kishilar ayib sanaydigan, yomon ko'radigan ishni qilmagan bo'lish kerak. Demak, shu hadisni payg'ambarimizning ta hadis yozilgan olimlargachilik kitob qilinib bo'lgan rivoyat qilgan kishilarning hammasida adl bo'lish kerak. Ya'ni dinda durust, cho'ng gunohga yaqinlashmagan, kichik gunohni davom qilmagan, shundaqla urf odatdimi ayib sanaladigan ishlarni qilmaydigan odamchi bo'lishi kerak. Bu 4-sharti. 5-sharti dabit. Dabit. An mislihi deydi. Ya'ni zabit degan gap bekitkuchi degan gap. Nimada bekitkuchi desa, dabitni an mislihi degan gap o'ziga o'xshash dabit bo'lish degan gap. Payg'ambarimizdan rivoyat qilinib, shu isnotdagi hamma odam yuqorisidagi zabit, tundagi zabit, ya'ni hammasi qanday bo'lish kerak? Zabit bo'lish kerak. Ya'ni bir odam naql qildi, u hadis olgan odammi an misli. Shuning o'xshash bo'lish kerak, zabit bo'lish kerak. Ya'ni zabit degan bekitalaydigan bo'lish kerak. Nimada bekitalaydigan desa, mu'tamad. Hadisni yodlashda va uni yo'tkashda. Ya'ni bir odamni qanday vaqtda zabit deymiz desa, fi dabti degan gap uni yodlashda. Bir narsani yodlab esida ching tuta oladigan, yodlab yerma qash ketadigan yoki esidan tez qash ketadigan odamlar qolsa, bunday odamdan hadis yodlanmaydi. Buni qanday bilamiz deb o'ylab qarashingiz mumkin. Men bayatdan dedim. Hadisni naql qilganlar odatdagi odamlar emas, ilm sohasidagi kishilar. Hadisni yetkazish bir ilm, mustaqil ilm shaklida mang'achqa. Masalan, men hadis olim bo'lsam, o'quvchilarimning hammasiga baho bekitma. Bu maxsus bir ilm, al-mul jarh va ta'dil deb necha kitoblarim bor. Maxsus hadis rivoyat qiluvchilarning tarjimali yoziladi. Masalan, men o'quvchilarimdagi bütün ahvolini yozib chiqaman. Ahmad yodlash quvvati yaxshi. Ya'ni dabit, zabtida, ya'ni yodlash quvvati yaxshi. Ammo naqlda zabit emas. Gapni chalib o'tkaydi. Yoki gapni qushab qo'sh ehtimoli bor. Demak, buning naql qilgan hadis sahih emas. Shundaq hamma o'quvchining ahvolini qanday qilaman? Yozib qo'yaman. Bu yozilgan hadis rivoyat qilgan kishilarningki. Shunga asosan bekitimiz. Ya'ni dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi va naqlihi. Bekitkuchi o'zining o'xshishidan degan gap yuqori qismida bo'lishi kerak. Mu'tamad tayini asos qilingan fi dabtihi o hadisni bekitishda, yodlashda, uni yo'tkashda. Cho'qim yodlashdimi puxta, yo'tkiga vaqtida gap qo'shib qo'ymaydigan, gapni elib o'tmaydigan, o'lchamli shaklda yo'tkaydigan bo'lishi kerak. Demak, mana shu 5 dona shart, sahihning sharti, shu 5 shart tepilsa, hadis sahih bo'ladi. Agar shu 5 dona shart tepilmasa, hadis sahih bo'lmaydi. Ondan qolsa hadis sahih bo'lsin bo'ldi, amal qilish vojib bo'ladi, cheklangan ish o'sishi, yenish vojib bo'ladi, ya'ni farz bo'ladi. İxcamlavasak, sahih degan nima desa, isnodi tutash, orliqdan bir adam qanaqa qilmagan, tushib ketmagan, shaz olmagan, ya'ni uningga qarshi bir hadis ishonchliroq rivoyat qilgan bir odamdan birisi qarshi kelib qolmagan, illat olmagan. Shundaqlar rivoyat qiluvchini bo'lgan odil, ya'ni solih, dinda durust, urf odatda tuzuk bo'lgan va yodlashda va naql qilishda mustahkam bo'lgan kishi rivoyat qilgan hadisning bo'ladi, sahih bo'ladi. Sahih bo'ladi. Unda bo'lsa arkadaşlar, bizningki bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.
أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله.